Xabaringiz bor, Shahram G'iyosovning 2 yoshli farzandi, qiz farzandi vafot etgan. Va u kecha jangida g'alaba qozonganda unga shunaqa sog'lik berishdi, qizi haqida. Va u yig'lab shunday javob berdi. I promise her. I promise I want to be world champion, you know. I love it here. You made her that promise. Now you, Shakram, of course, you're next in line. It's fight for my daughter. It's victory for my daughter. Next fight. Shahram akani g'alaba bilan tabriklab qolamiz. Butun O'zbekiston nomidan siz uchun qalbimdan tabriklayman aka. Ruhiyat tushirmay aka, hali shirindan shakar, zo'r shirin farzandlar yana sizga nasib qilsin. Allohim mehribon. Sog' bo'linglar. Kommentariyaga Shahram G'iyosovga omadli bosib ketinglar va bitta like bosib, yaqinlarga jo'natib qo'yinglar.